Vizippa qimmatga kelganman, ko'rishingiz mumkin. Gentra avtomobili, bunga pechka radiatorlari teshilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Polni ham qizil antifriz bo'yotibdi. Turgan joyida kelib, pechka radiatorlarini yechib, sistemalarni chiska qilib, cho'tka qilib yig'amiz inshaalloh. Temirlarni yechib olamiz. Pechka mana buni ichida turadi. Pechka radiatorni yechib oldik, ko'rishingiz mumkin. Mana ashdan teshilgan. Ishlarni polni antifriz bo'yotibdi. Original pechka mana olib kelganimiz. Ichini artib olmasa, ertaga oyna parlanib qolishi mumkin. Antifrizini qo'yib olamiz. Bismillah. Mashinamizni yig'ib bo'ldik. Hammasini akkuratni qilib, simlari ham ozgina bardakroq olgan, cho'tka qilib, montajda qilib yig'ib oldik. Hozir egalari telefon olamiz endi. Hokam o'zlari ishlari endi mashinaga kelib qilib bering dedilar. Alo. Aka, xudo xohlasa tayyor mashina. Tekshirib oldim. Hammasini suv oqmayapti, termostat ochdi. Hammasi cho'tki. Inshaalloh tekshirib oldim. 6 litr antifriz olib keldim. Bir 5 litrdan oshiqroq qo'ydim, ozgina qoldi, bagajga solib qo'ydim. Qo'lni to'kib tashladim antifrizini. Bo'ldi aka, hozir ertaman olib chiqib berasan. Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Inshaalloh hokamlar ishlarini cho'tki qilib bitirib berdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha ishlarni borib bitirib berishga harakat qilamiz.